Men sizni yana chaqirdim. Yo'q. Da. Men o'z sizni kasalingiz qolmaganmi deyman-a? Demak, kulurasi ustimdan hal ko'rganingizda. Hop, seryoznilashib ketmang bunaqa. Men ustimdan kulyapsizsiz? Nech pul berasiz? Men o'zi Android olmayman-da. Ne bunaqa telefon menga ko'tarib kelyapsiz? Menga iPhone dedingiz-ku. Bu ham iPhone. Ham nech pul? Mayli $100 yetadi. $100 yetadi. O'g'ani musorkadan topib kelmayapsizmi? Nima deb o'ylayapsiz? Va shu yerga urib tashladingiz-ku mani? Sizdami telefonnimi? Telefondan. Bo'ldi. Короче, nech pul qilib berasiz? $100. Ya men buni lekin olmayman. Seryozni aytaman. Nima olmaysiz? Hop, asabiylashib ketmang. Boshqa telefoningiz yo'qmi? Bor. Bering, shu normalnisini olaylik, buni tashlab yuboring. Voy. Hazillashyapsizmi siz? Ha? Yo, realni hazil uchun chaqirgan bo'lsangiz, otvoraq olaylik Mahmudga. Nima hazillar? Hop, nech pulligini ayting. Ikkalasiga $100 bering. Bo'lmaydi $100. Nimaga? Yo'q, realni narxini ayting. 20 ming so'm beraman. Bunisiga 10 ming, bunisiga 10 ming. Men buni batareykasi aniq qiladigan bo'lsa, men realni, men xafa bo'lmay otib yuboraman. Realni. Men otvordingiz. Bo'ldi, men buningizga nech pul bering? 50 ming bo'ladimi? Net $100 oling. Mana qarang, men mana 50 mingni oling. Men sizga maylimi? Maylimi? Mayli. Mana qarang, men sizga bitta narsa ko'rsatmoqchiman, qarang. Instagram kirasiz, videoya mana. Bitta silka kopiryoch qilasiz. Telegram kirib turib, M7 deb yozsangiz, mana birinchisi M7 bot deb chiqadi. Ko'rdingizmi? Startni bosasiz. Hozirgi sketchat qilgan silkangizni bitta tashlaysiz mashinga. Videoni tashlab beradi. Qo'shiqni yuklab olishni bossangiz, muzikalarni ham shundan tashlab beradi. Eng zo'r kачествоda bespatbiska maza qilib M7 botdan foydalansangiz bo'ladi. Qani? Wow. Wow! Sog' bo'ling, 50 mingga rozimisiz? Rozi bo'lsangiz bo'ldi. $100 esingizdan chiqaring. Siz bilan keyingi ko'rsatuvda yo'lda ko'rishamiz. Telefonimni oling. Bu ham menga atak kerak emas. Va abidlarni qo'ying. Sog' bo'ling.